Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, qadrli yurtdoshlar, joninglar omonmi, tinchmisizlar, bormisizlar? Kamtarona qilayotgan mehnatimizni yuqori baholab, chiqishlarimizga layk bosib kelayotgan, izohlar yozayotgan ustozimiz Shuhratshonning muxlislari, joninglar omonmi, tinchmisizlar, bormisizlar? Biz yana navbatdagi murojaatlarni o'rganishda davom etyapmiz. To'g'ri qiyin bo'lyapti. Hozirda ko'pchilik kuzatib turibdi, ijtimoiy faollarga qarata qoralov kampaniyasi, o'sha kommentariyalarda ham aynan o'sha fake akkauntlar orqali negativ so'zlar yozilyapti, haqoratli so'zlar yozilyapti. Ko'pchilik bilib turibdi. Hozir bu joyda nima bizni qiziqtiradi, bizni e'tiborimiz tortadigan, bizni kuzatuvchilarimiz faol emas. Mana shunaqa paytda qo'llab-quvvatlash kerak. Mana shunaqa paytda pozitsiyani ko'rsatish kerak. Har bitta o'z kuzatuvchilarimiz o'sha provokatsiyalarga e'tibor bermasdan, ba'zi birovlarni eski oldingi o'tmishlari kovlanib videolar chiqayapti. Bu odatiy hol, tabiiy hol. Har kimda ham xatoliklar bo'ladi. Misol uchun o'tmishiga nazar soladigan bo'lsak, har kimni o'zini o'sha qorong'u zdaniyasi bo'ladi. O'sha qorong'u zdaniyasida xatolari bo'ladi. O'sha xatolardan foydalanib qoralov kompaniyasi ishga tushgan. Endi bilmayman, kimlar tomonidan amalga oshiryapti, kimlar qilyapti. Ularning maqsadi o'sha hozirgi ijtimoiy tarmoq blogerlar degan tizimga, misol blogerlik faoliyatida xalqning o'sha murojaatini o'rganib yurganlarni mutlaq qoralab, o'sha rahbariyatga, yuqori turuvchi organlarga bular o'zidan ketib qolgan, bular mutlaq o'zini yo'qotib qo'ydi, mana shunaqa fonni yaratib ko'rsatishadi. Oqibatda bu mana shu blogerlik qatlamini mutlaq tugatishda, yo'qotishni xohlashyapti. Buni ketida shunaqa, o'shaning uchun unaqa provokatsiyalarga uchish kerak emas. Hozirda mana butun dunyo biladi. Hozir o'sha men demokratiyani otasiman, butun dunyoda men demokratiya deganda aynan bizni davlat ko'z o'ngimizga keladi deb gerdayib yurganlarning ahvolini ko'rdik. O'zini maqsadini yo'lida boshqa shaxslarni ham o'lishiga tayyor qarab turdi, kuzatib turdi. Butun dunyo hamjamiyati o'zini pozitsiyasini ko'rsatib qo'ydi. Bularning ichida eng xolis turgan, o'zini pozitsiyasini yo'qotmagan davlat bu O'zbekiston. Ya'ni o'sha Eronga ham o'zini yordamini berdi. Eron davlati mana ko'pchilik biladi. Endi qaysi mazhabdaligini bilmayman, lekin musulmon davlat va O'zbekiston o'zini gumanitar yordamlarini berdi. Falastinga ham shu bilan bir qatorda qo'ldan kelgancha o'zini yordamlarini berib kelyapti. Va shu bilan bir qatorda o'sha mana Rossiyada urushlar, harbiy operatsiyalar bo'lyapti. O'sha maydonlarda bizni o'zbek o'g'lonlarini sarson bo'lishiga yo'l qo'yib berishmadi bizning hukumat. Bu juda ham quvonarli holat. Bu uchun albatta rahmat deyish kerak. Chunki hozirgi bu tahlikali zamonda tinchlikni ta'minlab turishni o'zi bir katta masala. Endi bizni o'zimizni ichimizdagi o'sha xalqni qiynayotgan, bir so'z bilan aytganda jazavaga tushirayotgan narsalar bor. Ular nima desak, ya'ni o'sha hozirgi joriy qilinayotgan zapravkalardagi o'sha pul masalasi, naqd pul masalasi. Bundan tashqari mana ko'zga kimlardir endi bu narsani boshiga tushmaguncha his qilmaydi. Kadastr bo'yicha nizolar o'ta ko'p. O'sha narsani, misol uchun kadastr axborot xizmati xalqqa o'zini yo'nalishi bo'yicha chiqib bayonot bermayapti, ommaviy axborot bilan ishlamayapti. Oqibatda aynan shu kadastr tizimidagi nizolar ko'payib boryapti. Bizda murojaat kelib tushadi, murojaatlarni biz o'rganamiz, o'shani
sizlarga xalqqa chiqib bildirishimiz kerakda, aynan murojaatlar nima mazmunda bo'lyapti, nimalar o'sha jamoatchilikni qiynayapti hozir. O'sha ba'zi bir rahbarlar kuzatishadi. Umumiy hozir jamoatchilikni qiynayotgan masala 60-modda 3-qismi. O'zboshimchalik bilan qurilish qilish hozirda oddiy muammo emas, o'ta katta muammo tug'diryapti xalqimizga. Aynan o'sha yangi uy-joy qurish istagida bo'lganlar, chet elga chiqib, muhojirlikda yurib, pul topib kelib, o'zbeklardan xabari yo'q, ular chet elda bir necha yillar davomida ishlab pul yig'ishgan. Bilamizki, o'zbek pul yig'sa nima qiladi? O'zbek pul yig'sa yo to'y qiladi, yo chiroyli imorat soladi. O'shani hisobiga hozir endi shaharlarda to'g'ri o'sha yerlar kadastr qilingan, qarorlari bor, bemalol sotib olib, misol uchun nechidir sotik sotib olib qurilish qilsa bo'ladi. Lekin qishloqlarda haligacha hujjati bo'lmasa ham, mana bu yer falonchini yeri, mana bu yer tugunchini yeri, o'sha otasidan qolgan degan gap so'zlar bor. Ya'ni hali ro'yxatga olinmagan u yerlar. Lekin biladiki, butun mahalla, butun hokimlik biladiki, o'sha yerdan yillar davomida o'sha fuqaro foydalanib kelgan, ekin ekkan, boshqa qilgan, oqibatda pulga muhtoj bo'lib, boshqa bir fuqaroga sotdi u joyni. Va o'sha fuqaro Rossiyada ishlab kelib, huquqiy bilimi, huquqiy tushunchasi yo'q, o'sha joyga qurilish qildi. Va bizni o'sha adolatli o'sha kadastr xodimlari boradida srazu unga nisbatan o'zboshimchalik bilan qurilish qilish 60-modda 3-qismi bo'yicha javobgarlik masalasini qo'yadi. O'zi bu avval sodir etmagan shaxs bo'lsa, bu jarima qo'llanilishi kerak emas. O'zi avval sodir etmagan shaxs bo'lsa, bunga nisbatan o'sha ogohlantirish bersa bo'ladi. 15 kunlik ixtiyoriy muddat beriladi. 15 kunlik ixtiyoriy muddat berish tartibi ham ko'p joylarda buzilyapti. Ya'ni qanday buzilyapti? O'sha mana bu joyga qo'l qo'yib yuboring, bu nima? Bu prosta tekshirganligimiz haqida sizga bildirib qo'yyapmiz, deyapti-da, qo'l qo'ydirib olyapti-da. Qarasa 15 kunlik ixtiyoriy muddat berilgan. O'shandan keyin buzmagan. Mana jarima tuzdik. Jarimani miqdori ko'pchilikka sir emas. 80 million so'mdan oshiq jarima chiqadi hozirgi paytda. Endi jamoatchilik o'rtasida bir savol yuzaga chiqadi. Ya'ni u fuqaro O'zbekiston qonunchiligidan xabardor emas. Rossiyada misol uchun boringki 7 yil, 8 yil, 10 yil ishladida, bir joydan yer sotib oldida, o'sha ishlagan puliga u joyda qurilish qildi. Endi uni qurilishining taqdiri nima bo'ladi? Endi uni qurilishining taqdiri jarima qo'llanilgandan keyin fuqarolik tartibida fuqarolik sudiga chiqadi. Bizda ko'pchilik yaxshi biladi, fuqarolik sudlari qurilmani buzishga, o'sha qurilgan qurilmani. Biz sudlarga farqi yo'q. 10 yil ishlaganmi Rossiyada o'sha uyni qurish uchun, 20 yil ishlaganmi, mutlaq qiziqi yo'q. Bo'ldi, buziladi, tamom. Undan tashqari mana 80 million jarimani to'lash uchun o'sha fuqaro endi chet elga ham chiqa olmaydi. Nimaga? Chunki u majburiy ijroga o'tgandan keyin u fuqaroni chet elga ketishiga zapret qo'yiladi. Oqibatda bir fuqaro nima deydi? Bir so'z bilan aytganda yangi kambag'al vujudga keldi. Ya'ni u yillar davomida chet elda ishlab kelgan uyi buzildi va yillar davomida uni to'plagan puli havoga uchdi. O'sha yer davlat zaxirasiga qaytariladi deydi-da, auksionga chiqariladi. Ya'ni nimaga? Sizning qo'lingizda qaror yo'q. Hali yerlar to'liq ro'yxatga olinmasdan turib, bu javobgarlik masalasini joriy qilishni o'zi bir nima desa bo'ladi, bir aqli pastlikdan dalolat beradi. Ya'ni hali to'liq yerlar nazoratga olinmagan. Xohlagan odamlar, misol uchun tashkilotlar ba'zi bir tizimdagi akalarini orqasiga berkinib ba'zi bir joylarda yerlarni sotib yotibdi. Sen qayerdan ko'ryapsan deganlarga mana falonchi akalar qo'lga tushyapti pora bilan. Tuman zaxirasidagi yerni o'zlashtirib beraman deb falon ming dollar pora oladigan joyda qo'lga tushdi. Falon joyda auksiondan yutib beraman deb
20 ming dollar bilan auksionga tushdi. Bu ko'ryapmiz ijtimoiy tarmoqlarda bu narsani. Bu hech kimga sir emas bu. Hali nazorat yo'q bu yer o'sha kadastr tizimida nazorat yo'q, mutlaq yo'q. To'g'ri, ba'zi bir joylarda bor, o'sha ishlayapti axborot xizmatlari ba'zi bir viloyatlarda, lekin o'zi respublika kadastr agentligi ma'lumotini faqat o'sha qandaydir ko'rsatuvlar orqali bir ora-churada bildirib o'tyapti. Hozirda mana ijtimoiy tarmoqlarda endi ruxsatsiz qurilish qilish bo'yicha jarimaga tortiladi 100 milliondan oshiq degan ma'lumotlar siza boshladi. Lekin nimaga biz bu narsani o'sha rasmiy agentliklardan emas, boshqa bir ijtimoiy tarmoq faollaridan bilyapmiz? Nima uchun bu narsani aynan mutaxassislari xalqqa bildirmayapti? Ya'ni o'sha huquqbuzarlik sodir etilsa-yu, bunga javobgarlik masalasi qo'llanilsa, ana undan davlat manfaatdor bo'ladimi yo fuqarolarni o'sha huquqbuzarlik sodir etmaslikdan avvalroq ogohlantirib xalqni o'sha huquqbuzarlikdan qutqarib olish kerakmi? Qanday deb o'ylaysiz? Yo'q, kechirasizlar, bizda o'sha huquqbuzarlik joriy qilinadi. Bundan kimdirlar xabar topadi, kimdirlar xabar topmaydi. Bu narsa kuchga kiradi. O'sha boshqa fuqarolar yondagilar o'sha javobgarlikka tortilsa, bir-biriga aytadi: "O'y, men kecha bu modda bo'yicha javobgarlikka tortilganman. Qilma bunaqa" deydi. Ana o'sha narsa ommalashadi. Buni boshqa yo'li ham bor-ku. Nega o'sha respublika kadastr bunchalik yopiqsizlar? Sizlarni nima majbur qilyapti bunchalik yopiq bo'lishga? Nima uchun press konferensiyalar uyushtirib, o'sha hozirgi qurilishlar bo'lyapti? Bu bizni davlatimiz rivojlanyapti. Casting tashkilotlari mana ommaviy axborotlarga chiqish qilishimiz kerak. Noturar joyda foydalanib kelayotgan binoni turar joyga o'tkazaman deb buzishga chiqarib yubordi, deyapti hozir Ishtixonda bittasi. Qanday qilib hozir sud qarorini so'radim men. Bu arxitektorlar bular ham o'z boshimcha bir bola bo'lib olgan. Tuman arxitektorlari 82-yildagi arxitektorlar o'sha chizmasi orqali 2026-yilda prezident aksiyasiga tushadigan binolarni buzdiryapti. Arxitektorlar. Bular ham bir kattakon bo'lib qolishibdi-da, hammasi buzdiradi. Bir narsani qurishdan darak yo'q. Xalqqa yordam beradigan inson huquqlari yo shunga o'xshash blogerlar, tashkilotlar faoliyat yuritsa, darrov ularga nisbatan qoralov kompaniyasi topiladi. Ularni o'sha birdaniga xalqqa yomonotlik qilib ko'rsatish, shunaqa kompaniya vujudga keladi. Lekin sizni xatoyingizni gapirgan inson shunaqa bosimda yurish kerak. Siz xohlaganingizdek qilib yerlarni pul ishlang, davlatning yerlarini talon-taroj qiling. Shaharlarda, Toshkent shahrida faoliyat olib borayotgan, misol uchun, tadbirkorlar bor, boshqa bor. Ular mayli, ular o'zi, lekin qishloqdagilar, mana shu chet qishloqdagilar aslonoy farzandlari kimdir hojirlikka ketgan. Rossiyaga, boshqa davlatlarga, Yevropaga chiqyapti. Ular o'sha O'zbekistondagi o'zgarishlardan xabardor emas. Ularning asl maqsadi o'smir yoshlarni nima deb ketadi chet elga? Uy-joy qilaman, ro'zg'or qilaman, uylanaman deb ketadi. Pulni topib kelgandan keyin bitta maqsadi o'sha o'zini o'sganligini, ulg'ayganligini o'sha nima orqali ko'rsatadi? Bir joyga uy quradi, chiroyli imorat soladi, o'sha orqali ko'rsatadi. Lekin agar ba'zi bir tashkilotdagi akalarning cho'nchiga 1-2 so'm solmasa, ularni o'sha qurgan qurilmasi katta ehtimol bilan buziladi. Nimaga? Chunki qishloqlarda shunaqa holat, hozir yerlar to'liq ro'yxatga olinmagan. Bog'dorchilik masalasi bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, ba'zi bir insonlarni o'sha bog'lari bor, uzumchilik bo'yicha faoliyat yuritib kelganlar bor. Ularni yerlari ham hozirda xavf ostida qolyapti, o'sha bog'lari. Ya'ni qaysidir fermerning yeri bo'lgan, ular yillar davomida fermerga soliq to'lab kelishgan va o'sha fermer to'satdan yerni fermerchiligini tugatib,
davlat zaxirasiga, qishloq xo'jaligi zaxirasiga qaytargisi kelib qolyapti. Lekin vaholanki o'sha fermerni qaysidir yaqini o'sha yerni auksiondan yutib olyapti. Tasodifni qarang. Shaffof tizimni qarang chiroyliligini. Yutib olyapti. Va o'sha tizim orqali yerlarni katta ehtimol bilan o'zlashtiryapti. U fermerga bog' kerak emas. U fermerga yer kerak. O'sha yerni xususiylashtirib, kimgadir sotish kerak degan ehtimol paydo bo'lyapti. Endi savol, o'sha fermer davlatni yerini o'zlashtirsa foydami yo o'sha yerda ishlab, bog' qilib, davlatga soliq to'lab kelgan dehqondan foydami? Bitta savol o'rtaga chiqyapti. Ya'ni u yer mavjud. U yer davlatga tegishli. U xohlagan vaqtda u yerdan soliq oladi. Lekin bir uddabiron chiqyapti, uni tezkorlik bilan tuman zaxirasiga qaytaryapti, qishloq xo'jaligi zaxirasiga qaytaryapti va u auksionga chiqyapti-da, yer xususiylashtirilyapti. O'shandan foydami davlatga? Yo'q. U yer mavjud bo'lib, undan o'sha ham dehqon hosil olsa, ham davlatga soliq to'lansa, ana unda o'sha ya'ni bitmas tuganmas boylik manbaida ham dehqonga, ham davlatga. O'shaning uchun aytamiz, mana shu yer oldi sotisi bo'yicha kuchli nazorat kerak. Yer oldi sotilayotganligi bo'yicha nazoratga olinmasa, oqibatda davlatning yerlari o'sha kimlarnidir qo'liga o'tib ketyapti. Hozir yana bir joydan Qashqadaryodan ma'lumot kelib tushyapti. Suvli hududni fermerchilikka asoslashtirilgan, ya'ni sug'oriladigan yerni bular veterinariyaga o'tkazib, yaylov yer hisobida foydalanib kelyapti degan ma'lumot bor. Kichkina yer emas, 100 gektardan oshiq joy. Oqva suv keladi, u yer davlatga katta bir foyda keltirsa bo'ladi. Ya'ni g'alla eksa, o'sha yerga g'alla ekilsa, kuchli foyda keltiradi, lekin uni o'sha boshqa maqsadda foydalanib kelyapti. Ya'ni u fermerchilik hisobida ko'rsatilmagan degan ma'lumot bor. Buni albatta borib biz yoritamiz, ko'rsatamiz xalqqa. Nega falonchini jiyanlari, falonchini tanishlari 100 gektarlab yerni noqonuniy egallab turadi-yu, lekin bir kambag'al bir joyga otasidan qolgan yerga qurilish qilsa, unga nisbatan 80 million jarima qo'llaniladi. Mana shu deputatlarimiz, o'sha oliy majlisdagilar mana shu masalalarni ko'tarib, aynan shu 60-modda 3-qismni qayta ko'rib chiqish kerak buni. Buni o'zinglar olib kirdinglar. Mana shu hozir balo bo'lyapti o'sha xalqning boshiga. Mana shu 60-modda ma'muriy javobgarlik. O'sha ma'muriy javobgarlik bir joyda ko'ryapman. Ma'muriy javobgarlik qo'llanilgan moddasi bo'yicha o'sha agentlik xodimi o'zi ma'lumotga ega emas. U qanday moddaligini bilmaydi. Qanday yerlarga misol uchun uni birinchi qismi bor, ikkinchi qismi bor. O'shalarni tushuntirib bera olmayapti. U to'liq ma'lumotga ega emas shu modda bo'yicha. Lekin aytishgan, olib borib qo'yish kerak, shu moddani qo'yadi. Mirishkor tumanida ham xuddi shunaqa bir holat bo'ldi. 82mi 83-yildagi xarita bo'yicha bir kambag'allik yerini, uyini buzdi borib. Qo'shnilar o'zaro nizolashgan, boshqa qo'shnini hokimiyatda tanishi bo'lgan. Unga borib ariza yozib beryapti. Uni arizasi bilan o'sha hokimiyatdagi yaqini kadastrdagi tanishini chaqiryapti. Kadastrdagi tanishi boshqa fuqarolarning hujjatini tekshirmasdan aynan o'sha fuqaroning hujjatini tekshirib, uni 60-modda 3-qismi bilan javobgar qilyapti. Qo'lida foydalanuvchi sifatida kadastr hujjati mavjud. Javobgar qilyapti-da, uni turar joyini buzishga chiqaryapti. Sudning qarorini majburiy ijro buzgani kelgan vaqti fuqaroning qo'liga topshiryapti. Zo'ra, go'zal taktika. Sudning qarorini majburiy ijro bilan birga kelyapti. Go'zalligini qarang. Kechagi masalamiz bo'yicha o'sha Isoxon bobo o'g'li Qulmuhammad
fermer xo'jaligi masalasi bo'yicha hokimlik rasmiy munosabat beribdi. Hozir men 1-2 marta telefon qilib so'radim, rasmiy munosabatinglarni beringlar menga. Rasmiy munosabatinglarni men ko'raylik desam, haligacha tashlab berishgani yo'q. Katta ehtimol bilan o'sha rahbariyatni ko'ziga rasmiy munosabat chiqarishyapti. O'sha fermerning yerini endi bu yerda hokim, aynan hokim qilgan bu narsani deya olmaymiz. Bu yerda hokimlar havasini ham nazoratga ola olmasa kerak. Bu yerda bitta o'sha S. Panjiyev degan fuqaroni bergan yolg'on ma'lumoti sababli oliy sudlargacha aldayapti. Bitta kadastr xodimi oliy sudlarni aldayapti. Butun boshli birinchi instansiya, apellyatsiya, taftish, oliy sud noto'g'ri ketyapti. Ma'lumot noto'g'ri borgan, hukm noto'g'ri chiqadi. Aslida nima bo'lgan? Ko'rdinglar, borib yerni tepasida o'lchadik. Fermerning qo'lidagi qarori bilan foydalanilib kelayotgan yer maydoni bir xil. 1 metr ham oshiqcha joy yo'q. Agar o'sha suv zaxira hududi bor, kollektorni zaxira hududi chiqarib tashlansa, o'sha elektrosetga tegishli bo'lgan yerni zaxira hududi chiqarib tashlansa, fermerning qo'lidagi qarori bilan uchma-uch keladi. Bundan tashqari prokuratura borib, ishchi guruh tuzib, dalolatnoma tuzib fermerning qo'liga berib kelgan. Haqiqatdan ham yeringiz unaqa emas, kadastr sudga noto'g'ri ma'lumot bergan degan. Lekin sudlarga ta'sir o'tkazmagan. Ishga qayta protest kirgizmagan. Qishloq xo'jaligi ma'lumot beryapti. Tuman boshqarmasi kadastr xodimlarini texnik xatosi sabab 106-kontrda yer maydon noto'g'ri lotga qo'yib yuborilgan degan. Bular ham sudda inobatga olinmayapti. Endi qiziq, sud nima dalilga qarata hukm chiqargan, ya'ni hal qiluv qarorini chiqargan. O'sha kadastrni bergan bitta noto'g'ri ma'lumoti 36.10, ya'ni 1,5 gektar yer maydoni tuman zaxirasida bo'lgan. O'sha yerni biz lotga qo'ydik deyapti. Lekin tuman zaxirasida ekanligini bironta hujjat bilan bizga isbotlab bera olmadi. Mayli ularni sudni aldagandir. Xalqni qanday aldaysiz? Hozir ochiqlik siyosati. Hozir har bitta inson o'zini haqiqatini chiqib gapira oladi. Xalq mudroq emas, uyg'oq. Xalqning huquqiy ongi bor. Bo'ldi endi unaqa faoliyat yuritayotganlar, to'xtatinglar endi. Endi hozir men tushunishim bo'yicha men rasmiy axborot so'radim, o'sha bergan munosabatinglarni beringlar, men xalqqa chiqaraman o'sha narsani. Chiqaraman, agar men xato gap gapirgan bo'lsam, noto'g'ri xalqqa informatsiya bergan bo'lsam, men kechirim so'rayman dedim. Agar men bironta ma'lumotim xato ketadigan bo'lsa, o'sha hokimiyat axborot xizmatini oldida gapirishdi. Kadastr palatasi xodimi biz aynan 106-kontr tuman zaxirasida ekanligini isbotlaydigan hujjatimizni sizga tashlab beramiz deyishdi. Qani haligacha yo'q, qani? Hurmatli kadastr xodimlari, siz sudlarni aldashingiz mumkin. Biz emas. Bir-biriga soladi video jarayonida. Bu qishloq xo'jaligi tuman zaxirasida deb ko'rsatgansizlar-ku. Viloyat hokimining qarori chiqqan. Viloyat hokimining qarori 106, 107-kontrlarga chiqmagan. Nega aldayapsizlar? Nega fermerni 90 yoshli fermerni o'sha o'zini 90 yoshigacha mehnat qilib kelgan yerida kaltaklanishiga yo'l qo'yib berdinglar? Davlatni g'alla bilan, paxta bilan ta'minlab kelgan fermerni o'zini yerida kaltaklashdi. Kim sabab? Kim bunga sabab? Qancha pul bersa hazm qilib yuboradi deydi, to'ppa-to'g'ri. Ammo trollarni Sonyani yozayotgan gapini jonga tegdinglar. Men sizni qo'lingizdan ushlab o'tiribmanmi? Meni efirimga keling.
men bilan gaplashing, meni gaplarimni eshitib o'tiring deb. Kim sizni ushlab turibdi? Boring o'sha siz yoqtirib eshitadigan, endi bizning efirimizda siz xohlaganingizdek o'sha ba'zi bir efirlarga kirib kayf qilasiz-ku, ana so'kinib efir qilsa, bizning efirimizda unaqa emas. Bu insonlar o'tiradigan kanal. Bu insonlar tegishli ma'lumotlar oladi, xalqqa ma'lumot beriladi. Bu unaqa kanal emas. U siz o'ylayotgan laychalarning kanali emas bu. Chiqib xalqqa chiqib akillaydigan. Kim kimni kaltaklabdi, endi ko'rdim deyapti. Boshidan ko'rsangiz aka eshitasiz. Rahmat, duo qilayotganlar joninglar omon bo'lsin. O'sha iltimos qilardik mana shu kadastr agentligi rahbariyatidan. Man hozir oyog'im yetib olsa Toshkentga albatta men respublika boshqarmasiga kiraman. O'sha izoh so'raymiz, nima uchun bunchalik yopilib olgan. Sirdaryo viloyatida kadastr agentligi binosiga kirishingiz uchun telefonlaringizni topshirib kirishingiz kerakda. Shunchalik bir post qilib qo'yishganki, bir strategik obyektga kirgandek kirasiz. Qo'rqib ketasiz, u obyektga kiryapsiz, men qamoqxonaga kiryapmanmi yo kadastrga kiryapmanmi deb. Shunaqa holat qilib qo'ygan. Salomat bo'linglar, hurmatli aka-ukalar. Ekranga 2 marta urib qo'ysanglar like bo'ladi. Aka, siz charchayapsizmi? Biz qilayotgan mehnatimizni yuqori baholab, izohlar yozib, qiziqish bildirayotganlar barchalarga rahmat. Joninglar omon bo'lsin. Anvar akang ishi nima bo'ldi deydi. Qaysi Anvar? Rahmat, duo qilayotganlar joninglar omon bo'lsin. Men o'zimni tug'ilib o'sgan mahallamga kelganman hozir. Mana o'zimni mahallam, o'zimni qishlog'im. Men uchun qadrli bo'lgan. Meni yoshligim o'tgan mahallalar bet. Mana shu joylarda katta bo'lganman. Mana shu joylarda bug'doy o'rib, dehqonchilik qilib, mol boqib, mana shu joylarda o'sib o'nganman. Oliy ma'lumotli, to'g'ri aytyapsiz, Abduvohid. Juda ko'p yoshlarimiz beish yuribdi. Ishli bo'lsa ham bu oylikka hozir aytganimizdek uy-joy qurib, yangi ro'zg'or qilib, to'y qilish o'ta qiyin-da. O'shaning uchun ko'pchilik chet elga ketyapti. Chet elga ketib, o'sha 1-2 so'm pul topib, oldin uy-joy qilib, oila qurib, keyin bir davlat ishiga topshiraman degan plani borda hozir yoshlarning. Chunki 4 million, 5 million so'm oylik bilan bir joydan yer olib, uy-joy qurish o'ta qiyin. Chunki yerlar sun'iy ravishda narxi oshib ketyapti. O'sha oddiy bir qishloqlarda ham hozir shaharlar bilan solishtirsangiz uncha ko'p farq qilmay qoldi yerlar narxi. Aynan uy-joy qurish bo'yicha hujjati borlarini qo'yavering. Hujjatsiz yerlarning ham narxi oshib ketyapti. O'sha auksion degan platforma joriy qilingan, uni hamma ham tushunmaydi. Uy-joy qurish istagida bo'lganlar o'zlari borib bir platformada o'zini profilini yaratib, o'sha profil orqali yer sotib olib, unga qurilish qilish, uni toifalarini tushunmaydi oddiy xalq. U pul topadimi yo bunaqa narsani tushunadimi? Bu o'ta qiyin narsa u. O'shaning uchun soddalashtirilgan variantlarini o'sha mahallani o'zida, o'sha tuman zaxirasidagi yerlar bo'ladigan bo'lsa, auksionda qancha baholanyapti o'sha joylar. Aynan yer joyga muhtojlar uchun yakka tartibda uy-joy qurish uchun hokimlik tomonidan berilishi kerak, ajratib berilishi. Bu o'sha mayli muddatli to'lov evaziga tekinga bermanglar, tekinga bera olmaysizlar ham. O'sha muddatli to'lov evaziga o'sha mahalladagi mavjud yoshlarga, yosh oilalarga yakka tartibda uy-joy qurishligi uchun
o'sha mayli komissiya orqali ko'rib chiqilib, o'sha ma'qul deb topilsin. Sotganlik bilan foyda yo'q. O'sha eskilarda gap bor. Yer sotgan el bo'lmaydi degan gap bor. O'shaning uchun o'sha samarali foydalanilgan bo'ladi har bitta yerdan. Hozir ko'p joylarda ko'ryapman, mutlaq u mahallaga aloqasi bo'lmagan insonlar kelib, ba'zi bir tashkilotdagi yaqinlaridan foydalanib, yer-joy qurib, uy qurib sotayotibdi-da. Lekin o'sha mahallani o'zida, o'sha mahallada tug'ilib, ijarada yashab yurganlar bor o'zini mahallasida. Ya'ni o'sha aka-ukalari ko'p, oilasi ko'p, kelinlar bir joyda ko'pchilik bo'lgandan keyin har xil gap so'zlar chiqadi, janjal chiqadi. O'sha oila tinchligini saqlash uchun ba'zi yigitlar o'zini mahallasida ijarada turibdi. Bu narsani nima qilib bartaraf qilib bo'ladi? Hozirgi misol uchun o'zini mutaxassisligi bo'yicha bir tashkilotga kirib ishlayman, oylik olaman deydigan bo'lsa, u misol uchun qo'shib hisoblang mana o'sha nechta farzandi bo'ladigan bo'lsa, kami bir 20 yil, 30 yil yig'inishi kerak o'sha oylik bilan. Qilib bo'lmaydi, imkonsiz. O'shaning uchun nima qilyapti? Oilali bo'lsa oilasini tashab chet elga ketyapti. Chet elga ketib borib ishlayapti, boshqa qilyapti-da, qaytib kelganidan keyin har xil nizolar, har xil gap so'zlar bo'lyapti. O'rtada oila ajralyapti, yetimlar soni ko'payyapti. Hammasini ketida muhtojlik yotibdi. To'lib ketganman. Gapiramiz desak, buni bir alohida o'tirib gaplashamiz. Joninglar omon bo'lsin. O'sha musofirdagi aka-ukalarimizni ham pul topish maqsadida ota-onasidan, oilasidan shuncha uzoqqa ketib ishlashyapti. Sog'-omon oila davrasiga, ota-onasini bag'riga qaytib kelishi Alloh nasib qilgan bo'lsin. Haloldan topayotgan, qiyinchilik bilan topayotgan pulinglar yaxshi kuninglarga nasib qilsin. Chiroyli uylar quringlar. Hech kimning uyi buzilmasin. O'sha majburiy ijroda o'sha faqat buzish uchun boradigan texnikalar, o'sha buzish uchun boradigan xodimlar o'sha beish qolib ketsin, ilohim. Hech kimning uyi buzilmasin. Salomat bo'linglar, joninglar omon bo'lsin. Like bosib qo'yinglar. Videomiz keng tarqalsin.